non kabi izozli jondek shirinbon yer shari yo'lladi otashin salom assalom o'zbegim qutlug' istiqlol. Assalom maktabim muqaddas dargoh, assalom ustozlar kasbkori saboq, assalom do'stlarim menga qo'sh qanot, assalom sinfdosh hayotga xushboq. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum qadrli ustozlar va qadrdon yoshlar. Bugun mamlakatimizda barcha umum ta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangraydi. Bu kun bilimga chanqoq, beg'ubor orzular qanotidagi yoshlar va mehrdaryo ustozlar, farzandi kamolini ko'rib quvonayotgan ota-onalar uchun chin ma'noda bayram. Shunday ekan, keling ayni damda bugungi tantananing asosiy ishtirokchilarini davramiz markaziga taklif etamiz. ishtirokchilari bugungi kunda mamlakatimizda prezidentimiz tashabbusi bilan ta'lim sifatini oshirish, yoshlarni ma'naviy dunyoqarashini kengaytirish va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha muhim ishlar, islohotlar olib borilmoqda. Ayni shu ishlar natijasida maktablarimiz yangi qiyofa kasb etib, bitiruvchilarning jamiyat hayotida muhim o'rin egallashlari uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Qulliyev olib Shomurodovchiga beramiz. Rahmat, hurmatli o'quvchilar, ustozlar, assalomu alaykum. Mana bugun so'nggi qo'ng'iroq hammalaringizni bugungi bayram bilan chiqaringizni tabriklayman. Sizlarni kelgusi ishlaringizga omad tilayman.
ilim en büyük şarafçı orosunda beklediğin Soylu Koyuğrok tadbirida 52'de tumandagi 52'de maktablar respublika bo'yicha barcha umumta'lim maktablar ham shu tadbir o'tkazyapti. Sizlarga ham 42 ta bitiruvchi o'zi tugatayotgan bo'lsa, 11 sinfimizni hammalaringizga 42 nafar o'quvchilaringizni ham oliy ta'limga kirish muassasasiga kirish hammalaringizga nasib qilsin. Keyingi qadamlaringiz voyaga yetib kelajakdagi ishlaringizda omad tilayman. Muborak bo'lsin hammalaringizga. Tabriklayman. Endi muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich, siz aziz yoshlarga, bitiruvchilarga tabriklarni o'qib eshittirsam, qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarning hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea, maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetillik shartnomasini olib kelib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ushbu ayyomda mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktabdan mehribon ustozlar, rubasi ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab 450 ming nafardan ortiq bitiruvchi yoshlarimiz shunga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barcha bu fikrlarga chin dildan qo'shilgan holda katta orzu umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il qizlarimga ularni amalga oshirishga ulkan kuch g'ayrat va omad zafarlar tilayman. Ayniqsa maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 111.500 nafardan ziyod farzandlarimizga 2000 dan ortiq kumush medal sohiblariga o'tish va izlanishda jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doimo o'rnak namuna bo'lib kelayotgan uchun alohida tabrik va tilaklarimni izhor etaman. Aziz bitiruvchi yoshlar, bugungi kunda o'z oldimizga qo'yilgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonlama yetuk yoshlarimizga tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekistonni barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etish uchun sharoitlarni yaratib bermoqdamiz. Jumladan sizlarning zamonaviy ilm va kasb hunarlar, ona tili bilan birga xorijiy tillar, IT va innovatsion texnologiyalarni ijod va tadbirkorlar sohalarini puxta egallashingiz uchun hozirgi kunda 201 ta oliy o'quv yurti, 590 ta texnikum, ko'plab monomarkaz va texnofanlar, kutubxonalar, madaniyat, san'at va sport muassasalari samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Ta'limning o'g'illarga o'quv tarbiya ishlari sifati va natijadorligini oshirish, bitiruvchi yoshlarimizga tanlov imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi tizim va dasturlar, elektron platformalar ishga tushirilmoqda. Quloq soling. Siz ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yoshlar faslning oltinga teng har bir daqiqasini qadrlab, kelgusida vatanimiz mustaqilligini, el yurtimizning manfaatlarini barcha sohalarda dadil himoya qiladigan yetuk kadrlar, ongi va insonlar bo'lib xalqimizga sidqi dildan xizmat qilasiz deb ishonaman. Shuni aslo unutmang, qadriyatlarni egallab, doimo oldiga intilib yashashi, izlanishi va o'rganishidan aslo to'xtamasligi kerak. Halol va mashaqqatli mehnat, ilmga, kasbga, ota-onaga va oilaga sadoqat hech shubhasiz insonni yuksaltiradi. Uning hayoti fazli va farovon etadi. Ayniqsa sizlar kabi navqiron shijoatli yoshlarimizga shiddatli zamondan ibrat olib, har kuni bir natijaga erishib, irodangizni sinovlardan to'plab, faqat oldinga qarab borish kerak. Aminmanki sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringiz, turli sohalardagi yutuqlaringiz yangi O'zbekistonning yanada qudratli etadigan moddiy va ma'naviy asoslarni barpo etish beqiyos hissa qo'shib kelasiz. Sizlardek o'z kuchiga ishongan qadrdonli yoshlardan qadrdon maktabingiz, aziz ustozlaringiz va ota-onangiz, butun xalqimiz faqat ezgu ishlar va yorqin natijalar kutadi. Ana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish, yangilik yaratishdan aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamlaringiz qutlug' bo'lsin, aziz o'g'il va qizlarim. Hammalaringizga bugungi bayram muborak bo'lsin. Rahmat.
Fatih Foyt'un ana bugungi 2024-2025 o'quv yilida yaxshi natijalarga erishgan o'quvchilarimiz ham mavjud. Ota-onalarga tashakkurnomalar beramiz. O'zi shu taqdirlash marosimini o'tkazsak. Tadbirimiz ochiq. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, ana maktabda, jamoatchilik ishida, darsga kelish jarayonida, ta'til intizomi davomida o'quvchilarimizni taqdirlash marosimi, tashakkurnomalar, eng a'lochi o'quvchi G'aybullayev Nurjahon, Jonkuyar ota-ona. Bo'ronov Tojiddin, Jonkuyar ota-ona. Hamid va Hamrogul, onasi Hayitli Dilafruz, Jonkuyar ota-ona. Naim va Farzona, to'qqizinchi sinflardan Hamid va Gulzoda, Sharif va Jasmina 9-sinf. Salim va Shohjahon. Salimov Shohjahon. Halimov Shahriyor. Salohiddinov Sardor. Mana bu tashakkurnoma tuman yoshlar agentligi tomonidan berilgan Naim va Farzona. Bilimli qiz. Hamid va Hamrogul. Shavkat va Muhnur. İslam ve Marjona. Olin ve Ulkar. Jamal ve Jasmina. Narzay ve Dilobar. Juray ve Nasiba. Zokir ve Firangiz, Rozik ve Jasmina, İbrahim ve Shahzoda, o'quvchilarimiz mana imtihon topshirib, milliy sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilarimiz bor. Muhammad va Nigora. Ingliz tilidan. Olim va Hulkar.
Hammalaringizga omad tilaymiz, nasib bo'lsa shu oliygohga hammalaringiz grand asosda kiringlar ilohim. Endigi navbatni qizlar raqsiga beramiz. Ma'rifatsiz elat maqsadda jam bo'lmas. Ma'rifatli o'lka
yodga qaram bo'lmas. Agar maktab quyosh bo'lsa, ilm nurdir. Fikrsiz bosh ichra hattoki sham bo'lmas. Endigi navbatni she'rlarga beraman. Maktab necha shodon shamol esib, necha bahor xandon bo'lsa, vaqt to'xtamay shoshib yelib maktab davrim ortda qoldi. Urushdik, talashdik, hamda yarashdik, ba'zida yiqildik, ba'zida kuldik. Maktab davlarini gap yodga olsak, eng baxtli onlarni barin tuydik. So'nggi qo'ng'iroq ham chalinar mana. Maktab eshiklari yopilar sekin. Hayot deb atalmish maktab eshigi. Tayyor turinglar, ochilar lekin. Ha, yangi sinovni qarshilar hamma. Umrbod o'rtaga yoshlik turog'i. So'nggi qo'ng'iroq deb atamang aslo. U asl hayotning ilk qo'ng'irog'i. Dildan tilaymiz nurli yo'llarni, orzu qanotida uchib dunyoni. Bu qo'ng'iroq emas, yakun boshlanish, hayot sabog'i, haqiqat tanish. Yurakdagi jonim san vatan, tomirdagi qonim san vatan, madh etganim shonim san vatan, ona kabi muqaddas vatan. Dardlarimga darmonim o'zing, karvonimga sarbonim o'zing, gar she'r yozsam imkonim o'zing, ona kabi muqaddas vatan. Endigi navbatimizni 4-sinf bitiruvchilariga beramiz. Yoshlik qaytmaydi, o'tgan bolaligim yoddan chiqmaydi. Beg'ubor damlarim kutib tursaydi, a'lo baholarni olardim ustoz. To'rabek Tojiddin o'tdi yoshliging, ko'p beg'ubor xo'p sho'xliging, armon bo'ldi aziz maktabing. Siz ardog'dasiz, birinchi ustoz. Sizgadir yurakda asragan so'zim, to'mangi o'tazimda turaman o'zim, dilimning tubida yangragan so'zim, ezgulik yilida solmang ustozim. G'am ko'rmay bu dunyo turguncha turing, shogirdlar baxtidan shod masrur yuring, ming yillik mehnatlar huzurin ko'ring, ezgulik yilida solmang ustozim. Endigi so'z navbatini bizni 1-sinf o'qituvchilarimiz bo'lgan Sohibaning Salimovna va G'afur va Dilfuza Shoivalarga beramiz.
ustozlar, aziz o'quvchilar, farzandlarimiz, mana bugungi Qo'ng'iroq bayramlaringiz hammalaringizga muborak bo'lsin. Hammalaringizga oliy o'quv yurtlariga kirishni tilab qolaman. Yaxshi yigitlarda bo'lib ketishlarini tilayman. Assalomu alaykum. Mana bugungi shodiyolamizga yig'ilgan hurmatli ota-onalar, mehmonlar, o'quvchilar. Mana bugungi shodiyona bayramimiz hammalaringizga muborak bo'lsin. Avvalambor sizlarga bitiruv oqshomi muborak bo'lsin. Bu kunlar esdan chiqmasin. Juda ham ajoyib bayram. Hammalaringizni bugungi shodiyona bilan ota-onalarni ham, ustozlarni ham tabriklayman. Mana shunday farzandlarimizga bilim bergan barcha ustozlarni tabriklayman. Sizlarga niyatim shuki, oliy o'quv yurtlariga bilan kirishlaringizni xohlab qolaman. Rahmat. Navoiydan aytding alla deb, lutfidan ongimga ziyo taratding, qiynalgan olamga bo'lsin dalda deb, o'zing meni asli shoir yaratding. Keyingi navbatni qizlar raqsiga beramiz. Saçını şamanlar meydeler, kaşını çömergen neyzeler. Buyurdan kitayli kürdistan, kavaklı kıyvagen zerdeler. Gitiden yükürgen kança, bildim pinhana çeşken kança. Dinden çıkmaysan kız geldin kança, adam değil flaşıyla kıynama kança. Nazara, yüreğimden esmen nazara. Nazara, hizmet yapan nazara. Kasblar ichra asl mumtozi, bo'lsin sizdan Alloh ham rozi. Siz boshlang'ich ta'lim ustozi, ta'sim sizga sohiba muallim. Güzellik bog'ida hayotni, yodlatdingiz she'ru bayotni, o'rgatdingiz til adabiyotni. Ta'zim sizga ustozim Ravshanova.
Sho'xligimiz tinglardi biroz. Siz tarixchi, siz huquqshunos, ta'zim sizga qo'yilma ustozim. Rahmat sizga ochilma ustozim. Angladik dunyo elini, o'rgandik olam sirini. Rus, ingliz, olmon tilini rahmat sizga jurayma ustozim, ta'zim sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Ilm yo'lida bosib o'tgan har bir qadamimizda sizlarning mehnatingiz samarasidir. Sizlarga rahmat. Hayot zavqli emassiz siz. Bitiklarga doim yetibsiz. Siz fiziksiz, siz matematiksiz. Rahmat sizga, ikrom va ustozim. Sho'rliklar siz, biroq ayrimlikdir og'irroq. Yuraklarga larza solar. Hayot qo'ng'iroq, eng chalguvchi qo'ng'iroqni chala qolgin balandroq. Qayda bo'lsak, esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Shu bilan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetganini ma'lum qilamiz. Tashrif va e'tiboringiz uchun rahmat. Yuzlaysan bu paridam, sochlaringdan tortganim, hali hanuz yodimda, qorlar ortib qochgan